Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan JavaScript'da va Visual Studio kod yozishni o'rganamiz. O'tgan darslarimizda CSS o'rgangandik. Sizlarga yoqqanligiga umiddaman. Endi bugun ham JavaScript'ni o'rganamiz. Men JavaScript'da Visual Studio kod yozib tushuntirib berishga ko'p vaqt ketadi. O'sha uchun sayt usuliga ko'rsatib beraman. Saytga ham kodlar bor, hozir ko'rib o'tasizlar. Mana saytga kirib olsak. Saytimiz mana tayyor. Bu yerda mana salom dunyoda yozib, foydalanuvchidan ism so'rab, salom ism deb chiqaring mana. Mana bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin. Endi bu yerda yozilgan foydalanuvchiga ma'lumot olish, alert ekranga chiqarish. Mana bu kod sinab ko'rsak, ismingizni kiriting deydi. Misol, men salom deb kiritaman ismimni. Salom. Ismni salom deb yuboribdi. Mana boshqa ism kiritaman hay. Misol Asilbek. Salom Asilbek deb kiritibdi. Endi ikkinchisi, ikkita son qo'shish. Foydalanuvchida ikkita son olib, ularni yig'indisini hisoblang. Mana number matnni songa o'zgartiradi. Aks holda 2 + 3 teng 23 bo'lar edi. Bu yerda 2 + 3 qana 23 bo'ladi desalar, mana bu yerda ana belgi bor. Ana shu asosida 23 bo'ladi. Ko'rib o'tishlaringiz mumkin kodni. Endi men buni sinab ko'raman. Mana. Birinchi son 1 yozdik. Ikkinchi son 2. 1 + 2 teng 3. Mana to'g'ri. Uchinchisi. Juft yoki to'q. Foydalanuvchidan kiritgan so'z juftmi yoki to'qmi aniqlang. Bu topshiriq. Endi foydalanuvchi misol juft son yoki to'q son kiritadi, bu esa aniqlab beradi. Mana bu yerda sinash degan joy bor va Visual Studio bilan bir xil qilganman, faqat uni oson ko'rinishga qilganman. Sizlar Visual Studio o'rgansizlar bo'ladi. Mana qoldiq operatori nuqta son foiz 2 teng 0 bo'lsa 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Sinab ko'ramiz endi. Son kiritaman, 4 kiritaman. Okey. 4 juft son. Mana. Uchburchak yuzasi asos va balandlik bo'yicha uchburchak yuzasini hisoblang. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Formula asos ko'paytirilgan balandlik. Buning 2. Buni ham sinab ko'ramiz hozir. Mana shabloni ham bor tayyor. Shuni kopirovat qilib Visual Studio qo'ysalar bo'ladi. Men bu sayt kommentariyamga qo'yaman. Bu sayt emas, Telegram kanalim qo'yaman. Sizlar Telegram kanalimga o'tib saytni ko'rsalaringiz bo'ladi. Sinab ko'rish bo'lsa, uchburchak asosini kiriting. 23 kiritamiz. Balandlik kiriting. 4. Uchburchak yuzasi 46. Mana buni ham to'g'ri yechib berdi. Mana kod ishga tushdi. Yuqoridagi kodni o'qing va tushuning. Prompt va alert o'yinlari ochiladi. Hamma sinab ko'rgan narsalarimizga shunday deb yozilgan. Bu natijasini chiqarib. 5-topshiriq. 1 dan negacha sonlar. Foydalanuvchi ne sonini kiritsa, 1 dan negacha sonlarni chiqaring. Let ne number prompt nechgacha sanaymiz. Let natija. Mana for skili i ni 1 dan boshlab negacha har safar 1 ga oshir. Sinab ko'ramiz. Nechiga sinaymiz. Men buni 5 ga sinamoqchiman. Okey. Mana sonlarni 1 2 3 4 5 raqamiga tartiblab ketdi, ko'rdingizlar. Mana pastga natijani ham chiqardi, kod ishga tushdi. 6-topshiriq harorat o'zgartirish.
Slate gradusni Fahrenheitga o'tkazing. Formula F teng C ko'paytirilgan 9 teng 9 5 plus 32. Sinab ko'ramiz. Selsiy bo'yicha harorat 6. Okey. 6 gradusing mana ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Kod ishga tushdi. Yuqoridagi kodni o'qing va tushuning. Prompt va alert o'yinlari ochiladi deb yozgan. Yaxshi. 7-chi topshiriq. Matn uzunligi. Foydalanuvchi kiritgan matnni nechta harfdan iboratligini chiqaring. Let matn teng prompt matn kiriting. Let uzunlik matn bu yerda ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Men bitta o'qib ketsam vaqt ko'p ketadi. Mana tayyor qo'yganman. Aytganimdek uni copyright qilib o'zlari saytlaringizga ham joylab ko'rsalaringiz bo'ladi. Sayt emas, Visual Studio. Uzr, adashib ketyapman. Length matn yoki massiv uzunligiga qaytaradi. Sinab ko'ramiz hozir. Matn kiriting deyapti. Misol men nima deb kiritsam bo'ladi? Misol ismim kiritaman. Azamjon. Matn uzunligi 7 ta belgi. Azamjon ismida 7 ta harf bor, ya'ni belgi. 7 ta belgi chiqaryapti. Raqamlar yig'indisi. Foydalanuvchi kiritgan sonli raqamlar qo'shing. Masalan 1 2 3 mana. Eng qiyin mavzu ana shu raqamlar bo'ladi. Ko'paytirish, ayirish, ana shu number raqamlari ana shu eng qiyin mavzular bo'ladi. JavaScriptga matnni massiv kabi ko'rish mumkin. Son bir raqam. Sinab ko'ring. Son kiritaman, 7 kiritaman. Okey. Raqamlar yig'indisi 7. Men nima uchun ko'p JSga ketgan sababi JavaScriptni qisqartirib JS deyiladi. Tushunmay qolmaylar yana. Parol tekshiruv. Parol so'rang. Agar 1 2 3 4 5 bo'lsa xush kelibsiz. Aks holda xato parol deb chiqaring. Mana sinab ko'ramiz buni. Juda qiziqarli mavzu. Qat'iy tipi ham bir xil bo'lishi kerak. Parol kiriting. Men parolni 9 deb kiritaman. Okey deb bosam xato parol. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Misol 5 deb kiritsamchi. 5. Okey. Xato parol. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham chiqaryapti. 10-chi topshiriq maksimal son. 3 ta sonda eng kattasini toping. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham sinab o'tamiz. 1-chi son. Men 6 deb kiritaman. Okey, 2-chi son 4. 3-chi son ham bor ekan. 3-chi son 10 deb kiritaman. Eng katta son 10 va eng katta son ko'rsatib beryapti. Endi sizlar JavaScript nima, uni vazifasi nima deb o'tirgan bo'lsalaringiz, hozir men sizlarga uni ham ko'rsatib beraman. Mana JavaScript tayyor saytimizda, dizayn berilgan saytimizni ishlatib beradi. Qanday demoqchi bo'lsalaringiz, ana hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Mana shu saytimni olaman. Visual Studio tashladim. Ozgina kutamiz. Endi bu yerdan script o'chiramiz, ya'ni JavaScriptni. Kodlarni o'chiramiz. Bu yerda JavaScriptda ham kodlar yozilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. JavaScriptsiz sayt qanaqa bo'lishini ko'rsataman sizlarga. O'chirdik. Ctrl S. Endi sayt ko'ramiz. 20 script amaliy topshiriq. Mana bu yerda sayt chiqmadi. Chunki bu yerda sayt chiqishlari ko'p rasmlar hammasi JavaScriptda edi. Endi asliga qaytaramiz. Ctrl Z. Mana Ctrl S. Mana JavaScriptni nimaligini ham tushunib oldingizlar degan umiddaman.
Hali bu yerda 20 ta darslari bor. Men hozir bitta tushuntirib bersam ko'p vaqt ketib qoladi. O'shanga bu darslarni ikkinchi qismga ko'rsatib beraman. Darsni yakunlaydigan vaqt ham kelibdi. Hammaga xayr do'stlar.